aka. Alo, Yaxshimisiz aka, charchamadingizmi? rahmat. Nimaga ukam? Aka, o'zim gado qoldim. Menga ham ish kerak edi. Ishlamoqchiman. Ish yo'qmi aka? Yo'q, ukajon, hozir to'g'risi ish yo'q, ham oylik kam uka. Agar o'zimga ham yonimga sherik kerak, lekin pul yo'q uka. To'g'risi ish topib bera olmayman. Yo'qmi aka? Yo'q, hozir yo'q ukajon. Mayli, xo'p aka. Chiqib qolsa aytasiz. Bo'ldi, ukajon. Bo'lib qolsa telefon qilaman, gaplashamiz uka. Bo'pti, xo'p aka, charchamang. Xo'p. Siz tarbiyasiga qarang-da. Qachongacha ko'chada yuradi? Onasi bo'lib seni gapingga kirmaydi-yu, meni gapimga kiradimi? Onajon, o'g'lingizni ko'nglini bir so'raganingizdanmidi? Ha, mayli. Shu o'g'lingizdan bir kun faxrlanasiz.